Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi videomizda biz dunyo siyosatining eng xavfli savollaridan biriga javob izlaymiz. Eron urushi qanday tugashi mumkin? So'nggi haftalarda AQSh prezidenti Donald Tramp va AQSh harbiy tizimi tomonidan berilayotgan bayonotlar bir-biriga zid bo'lib chiqmoqda. Bu esa nafaqat siyosatchilar, balki butun dunyo moliya bozorini ham o'ylantirib qo'ydi. Masalan, 9-mart kuni Donald Tramp respublikachilarning yillik yig'ilishida shunday dedi: AQSh bu urushda allaqachon g'alaba qozondi, lekin hali yetarlicha g'alaba qozonmadik degan suhbatini o'tkazdi. Bu bayonot juda qiziq edi. Sababi bundan bir necha kun oldin u CBC News kanalida bergan intervyusida urush deyarli yakunlanayotganini aytgan edi. Demak, bir tomondan urush tugayapti deyilmoqda, ikkinchi tomondan esa hali eng katta zarbalar oldinda deyilmoqda. Masalan, AQSh Mudofaa vazirligi vakillari 10-mart kuni shunday dedi: "Oldimizdagi zarbalar urush boshlangandan beri eng kuchli bo'lishi mumkin." Bu bayonotlar ittifoqchilar davlatlar ham investorlarni ham katta savol oldida qoldirdi. Xo'sh, AQSh aslida nima rejalashtirmoqda? Shu murakkab vaziyat foni Oq uyga yaqin hisoblangan Axios nashri Eron urushi qanday tugashi mumkinligi haqida 5 ta ehtimoliy ssenariy e'lon qildi. Bugun biz aynan shu 5 ta ssenariyni tahlil qilib chiqamiz. Videoni boshlashimizdan oldin albatta Amerikadagi o'zbeklar YouTube kanalimizga obuna bo'lishingizni va videolarimizga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Sizning har bitta like'ingiz va qo'llab-quvvatlashingiz bizning kelajakda videolarimizni yanada qiziqarliroq chiqarishimiz uchun dalda bo'la oladi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Agar sahifamizga obuna bo'lib, videoga like bosgan bo'lsangiz, qani unda biz videoni boshladik. Ekran oldiga yaqinroq o'tirib oling. Muzokaralar orqali sulh va yangi yadroviy kelishuv. Birinchi va ehtimoliy eng tinch yo'l bu diplomatik kelishuv hisoblanadi. Bu ssenariyga ko'ra AQSh va Eron o'rtasidagi keskinlik oxir-oqibat muzokaralar stoliga qaytdi. Aslida bunday muzokaralar urush boshlanishidan oldin ham bo'lgan. Masalan, bilvosita muzokaralar Geneva shahrida o'tkazilgan. Bu muzokaralarda asosiy masala Eronning yadroviy dasturi edi. AQShning asosiy talablari quyidagilar: Eron yadroviy qurollariga ega bo'lmasligi kerak. Boyitilgan uran zaxiralari keskin kamaytirilishi kerak va xalqaro nazorat kuchaytirilishi kerak. Bu talablar aslida yangi emas. Ular 2015-yil tuzilgan mashhur yadroviy kelishuvga juda o'xshaydi. Bu kelishuv dunyoda qisqacha qilib aytganda JCPOA nom bilan mashhur. Agar yangi kelishuv tuzilsa, urush tez tugashi mumkin. Xalqaro sanksiyalar yumshashi mumkin va global neft bozori barqarorlashadi. Ammo bu ssenariyning asosiy muammosi ishonch. AQSh Eronni yashirin yadroviy dastur olib borayotgan deb hisoblaydi. Eron esa AQShni kelishuvlarga amal qilmaydi deb hisoblaydi. Shuning uchun bu ssenariyning eng tinch lekin eng qiyin varianti hisoblanadi. Ikkinchi ssenariy Venezuela modeli deb ataladi. Bu modelga ko'ra urush to'liq harbiy g'alaba bilan tugamaydi, balki uzoq davom etadigan siyosiy va iqtisodiy bosim orqali davom etadi. Donald Tramp bir necha bor Eron uchun misol sifatida Venezuela modelini keltirgan. Bu modelda AQSh quyidagilarni amalga oshiradi: kuchli iqtisodiy sanksiyalar, xalqaro siyosiy bosim va muxoliflar kuchlarini qo'llab-quvvatlash. Bu strategiya Venezuela Nicolas Maduro hukumatiga qarshi qo'llangan. Ammo muammo shundaki, Eron Venezuelaga o'xshamaydi. Eron siyosiy tizim juda mustahkam. U yerda harbiy, diniy va siyosiy institutlar bir-biriga juda kuchli chambarchas bog'langan. Shuning uchun ko'plab ekspertlar bu modelni Eronga to'liq ishlamasligi mumkin deb hisoblaydi. Uchinchi ssenariy Eron ichida katta siyosiy o'zgarish yuz berishi, ya'ni xalq qo'zg'oloni orqali rejim o'zgarishi. Bugungi kunda Eron allaqachon iqtisodiy bosim ostida. Sanksiyalar, inflyatsiya va siyosiy noroziliklar mavjud. Ayrim tahlilchilar urush bu norozilikni yanada kuchaytirishi mumkin deb hisoblaydi. Masalan, Benjamin Netanyahu shunday degan: Eron xalqi o'z taqdirini o'zi hal qilishi kerak. Ammo bu ssenariy ham juda xavfli, sababi Eron muxolifi yagona siyosiy markazga ega emas. Masalan, surgunda yashaydigan shahzoda Reza Pahlavi muxolifning mashhur vakillaridan biri hisoblanadi, lekin u qariyb 50 yildan beri Eronda yashamaydi. Shuning uchun uning mamlakat ichidagi siyosiy ta'siri aniq emas. Agar katta siyosiy inqiroz boshlansa, Eron hatto fuqarolar urushiga ham tushib qolishi mumkin. Maxsus kuchlarning yadroviy obyektlari reydi.
To'rtinchi ssenariy harbiy jihatdan eng keskin variant hisoblanadi. Bu ssenariyga ko'ra AQSh va Isroil Eronning yadroviy obyektlariga maxsus operatsiyalar o'tkazishi mumkin. Operatsiyaning maqsadi Eronning yadroviy dasturini to'liq yo'q qilish. Bu operatsiya havo zarbalari va maxsus kuchlar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Ammo bu juda katta xavf tug'diradi, sababi bunday operatsiyalar butun mintaqaviy urushga olib kelishi mumkin. Agar urush kengaysa, Strain of Hormuz yopilishi ham ehtimoldan xoli emas. Bu esa global neft narxining keskin oshishiga olib kelishi mumkin. G'alaba e'lon qilinadi va urush tugatiladi. 5-ssenariy ko'plab siyosiy tahlilchilar fikricha eng real variantlardan biri hisoblanadi. 5-ssenariyga ko'ra Donald Tramp Eronning harbiy infratuzilmasiga yetarlicha zarar yetkazilgan deb hisoblaydi va urushni siyosiy g'alaba sifatida yakunlashga qaror qiladi. Ya'ni urush to'liq strategik maqsadlarga erishilmasdan ham tugashi mumkin. Bunday holat tarixda ko'p marta bo'lgan. Ko'pincha davlat uzoq davom etadigan urushlardan chiqib ketish uchun siyosiy g'alaba e'lon qiladi. Bu ssenariyda quyidagi voqea yuz berishi mumkin. Avvalo, AQSh Eronning raketa bazalari, dron ishlab chiqarish infratuzilmasi va harbiy obyektlariga zarba berilganini asos qilib ko'rsatadi. Shundan keyin Washington rasmiylari Eronning harbiy imkoniyatlarini sezilarli darajada zaiflashganini e'lon qiladi. Natijada urushning asosiy maqsadlari bajariladi deb ta'kidlanadi. Shu orqali AQSh urushni rasmiy yakunlaganini e'lon qilishi mumkin. Bunday qaror qabul qilinsa, AQSh qo'shinlari bosqichma-bosqich hududdan olib chiqish ehtimoli mavjud. Bu ssenariy ayniqsa xalqaro moliya bozorlari uchun ijobiy signal bo'lishi mumkin. Investorlar odatda uzoq davom etadigan urushlarda xavotir bo'ladi. Shuning uchun urush tugashi haqida signal global bozorda barqarorlikni tiklashi mumkin. Ammo bu ssenariy ham o'ziga xos xavflari bor. Sababi muammo to'liq hal qilinmasligi mumkin. Agar Eron yadroviy dasturini yashirin tarzda davom ettirsa yoki harbiy salohiyati qayta tiklansa, bir necha yil o'tib yana mojaro paydo bo'lish ehtimoli mavjud. Shu sababli ba'zi ekspertlar bu ssenariyni vaqtinchalik siyosiy yechim deb hisoblaydi. Ya'ni urush rasman tugashi mumkin, ammo asosiy geosiyosiy muammo to'liq hal qilinmay qolish ehtimoli mavjud. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda Eron urushining qanday yakunlanishi hali ham aniq emas. Oldimizda bir necha ehtimolli yo'llar turibdi. Bu urush diplomatik muzokaralar orqali ham tugashi mumkin, iqtisodiy bosim orqali ham davom etishi mumkin, yoki eng xavfli ssenariy, mintaqaviy urushga aylanish ham ehtimoldan xoli emas. Ammo bitta narsa aniq, Eron va Amerika o'rtasida bu mojaro nafaqat Yaqin Sharq, balki butun dunyo siyosati va iqtisodiyotiga ta'sir qilmoqda. Neft narxlari, global moliya bozorlari va xalqaro xavfsizlik. Bularning barchasi bu mojaroning qanday yakunlanishiga bog'liq. Shuning uchun ham butun dunyo hozir bitta savol ustida bosh qotirmoqda. Eron urushi qachon va qanday tugaydi? Bu savolga aniq javobni esa faqatgina vaqt ko'rsatadi. Agar sizga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni, Amerikadagi o'zbeklar YouTube kanaliga obuna bo'lishni va videoni do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Sizning har bitta like'ingiz va kommentariyalarda qoldirayotgan izohlaringiz bizning kelajakdagi ishlarimizni yanada zo'rroq bo'lishiga madad bo'la oladi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.